Assalomu alaykum oshxonaviy ishqibozlari. Biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Kapkut qishlog'iga oshxona mebelimizni olib kelib ustanovka qildik. Bu chekamizga final qo'yib berdik. Xudo xolasa bu chekamizdagi gazimiz balandligi 2,45 sm bo'ldi. Xo'p, bu oshxonamiz qulayligiga keladigan bo'lsak, xo'p, mo'ykamiz yoniga gaz plitamizni qo'yib berdik. Chiroyli qilib gaz balonimiz tepasida pulkalari Xudo xolasa oshiq-moshiqlari ham yaxshidan bo'ldi. Hop, simisitrlarni ham qatirib berdik chiroyli qilib. Hop, gazlarimizni ham ulab qo'ydik. Ishlaydigan qilib, Xudo xolasa bemalol ishlataveradi. Mana hammasi yonadi. Chaqmaqlik. Xudo xolasa gazlarimizni ham ulab berdik chiroyli qilib. Chekadagi pulinslarni ham chiroyli qilib, hop, qadab berdik qora qilib. Uyimiz ham aboylari juda chiroyli chiqqan ekan. Patsvet bo'lib, tepalari ham bir-biriga juda chiroyli tushdi. Xo'p, diod chiroqlarni yopishtirib berdik. Taylariga, xo'p, tuz quruqchoq qo'yadigani, magneti, sochiq ilgichi, xo'p, svetlari ham tepalari 2-3 xil svet yonadi. Oq, sariq, ochiqroq oq svet, xo'p. Xudo xolasa vitichkasi ham tayyor. Tepada ustanovkalarigacha bo'ldi. Montajlarigacha ulandi. Sensorligidan 1,2 million so'mga olishibdi. Ustanovkasini qilib berdik. Xo'p, bu oshxona mebelimiz gazimizni bu boshidan finalimizgacha 280 cm ga olib kelib ustanovka qildik. Balandligi keladigan bo'lsa 2,45 cm bo'ldi. Shu joyimiz 2,400,000 so'm pagonometri hisoblandi. 6,700,000 so'mga olib kelishib, dogovor qilib olgandik 15 kun oldin. Olib kelib, mana xudo xolasa joylari bitgan ekan. Ustanovkasini qilib berdik. Xo'p, ishimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, bittadan like bosib, tanish bilish qandish urug'larga jo'natib, podpiska bosib qo'yasizlar. Plasmassa qoshiqdonlarni ham qo'yib qo'ydik chiroyli qilib, joylariga solib, razvedkalarni qo'yib qo'ygandik. Mana Mantur akamiz chiqarib berdi chiroyli qilib. Ishlatishga tayyor bo'ldi. Bemalol ishlatsa bo'laveradi. Xo'p, pechimizga ham joy tashlab ketgandik. Tagida 2 tali razvedkasini ham qo'yib ketdik. Pechimiz ham bemalol tushadi. Bu oshxona mebelimizni oldi fasadga keladigan bo'lsak, Akril Kashtan firmaniki. Korpusi laminat 100%, chekkadagi lentalari oldi fasadniki 1li. Ichki korpuslari 04 bo'ldi. Oshiq-moshiqlari ham 4 tadan qatirildi, davochili. Ruchkalarini turba qo'yib berdi yaxshisidan. Kimga shunaqa ishlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarimiz 93 569 87 41 nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab dastavkamiz bepul. Xo'p, ishimiz общий ko'rinish uchun zo'roqdan olib ko'rsatyapmiz. Xudo xolasa xonadon egasiga buyurib nasib qilsin. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.